Oppa! Hammaga salom bolalar. Sizlar bilan birgalikda men Umikoman va meni YouTube kanalimga xush kelibsizlar obunachilar. Sizlarni YouTube kanalimda ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman. Nima gap tuzumizlar, charchamayapsizlarmi jigarlar? Xullas kalom, nima qilyapsan o'zi desanglar bolalar, bugun men ajoyib ishlarni boshlash arafasida turibman. Nima bo'lgan taqdirda ham jigarlar, biz hozir mana bu yerdagi barcha anaqalarni xullas ekin-tekinlarni barchasini yig'ib olishimiz kerak. O'tgan videoda ko'rgan bo'lsanglar jigarlar, Janob Mari yo'qolib qolgan, Janob Mari topildi, qandaydir bir bunkerga kirib olgan ekan, qandaydir bir nimadirlar bo'lib ketadi, yo'ma-yo deb obunachilar xullas kalom keyin esa o'zi zerikkandan ham chiqib keldi va bu yolg'on keraksiz xabarligini bilib oldi. Mayli obunachilar, men hozir sudchi bo'lmasam bo'lmaydi. Jigarlar, ishoninglar. Suvdan zo'r yo'qda. Mayli, hozir mana bu yerdagi barcha kartoshkalarni terib olamiz nima bo'lgan taqdirda ham, chunki bu bizni har kunga zerikmaydigan va zeriktirmaydigan ishlarimizdan biri. Shuning uchun jigarlar, mana shu yerdagi barcha kartoshkalarni va mana bu yerdagi sabzilarni ham terib olamiz. Nimaga bu yerda tuzimizlar charchamayapsizlarmi? Qaro ko'zinglarda jigarlar. O'tgan safargi videoda men aytgandim, sizlar kommentariy yozib qoldiringlar. Men albatta o'qiyman deb, lekin sizlar kommentariy yozib qoldiribsizlar. Va men kommentariyalarni o'qib chiqdim va orasida bitta gres kommentariyani o'qib qoldim. U kommentariyada shunday deyilganki, qachon sizlar Minecraftda adminni o'ylayapsizlarmi obunachilar? Adminga prank qilasizlar. Palagatini adminga qanday qilib prank qilish mumkin obunachilar? Keyin meni prank qilib tashlaydi admin. O'ylayapsizlarmi shu? Sizlar adminga prank qilsizlar, butun boshli Minecraftning eng katta egasiga u keyin yo obunachilar, hattoki o'ylash ham og'ir bu narsani. Admin bilan hazlash sizlar uchun oson obunachilar, hattoki hacker, hattoki grifer yoki bo'lmasam yana kim bordi, proni ham to'qin olib qo'ygan bu admin obunachilar. Bizga yo'l bo'lsin. Tak, janob mer kirsam bo'ladimi? Tak, kiraver. Yo'q, pirsata uchalinglar askarga o'xshab daxlanib turyapsizlar. Tinchlikmi janob mer? Tinchlik emasda. Nimaga tinchlik emas, voy? Qarab hisobi, bu 2 soatmi, 3 soatdan keyin tsunami boshlar ekan, butun boshli qishloqda. Yana o'sha yolg'on xabarlarga eshitib uchib o'tiribsizlarmi? Yo'q, qara, butun boshli televizorda shu haqda yozib katta qilib qo'ygan. Voy palakat. Obunachilar, bu narsa telefonimga ham kelibdi-ku. Bo'lmasam nima qilib o'tiribmiz? Bunga qarshi harakat qilaylik, bunkerlar quraylik hech bo'lmasa. O'ylayapsanmi, bunkerlarni qanday qilib quramiz? Vaqtimiz yetmaydi-ku. Menimcha biz o'lib ketdik. Buni ertaroq oqtirib ko'rmaganimni qara. Nima, shunday qilib qo'l qovushtirib bo'lishimizni kutib o'tiramizmi? Boshqa nima qilamiz? Nimani juda ham qilging kelayotgan bo'lsa, hozir shuni qilib ol. Sen bilan ertaga ko'rishmaymiz. O'zi o'tgan safar bilgandim, shu bunkerni qayerdan ham yoptirib yubordilar-ya. Bunkersiz qolib ketdi palakatini. Yo'q, men bunga qarab tura olmayman, janob mer. Bu nimasi? Bu axir g'irt tentaklik-ku. Hozir o'zim nimadirni o'ylab topaman. Xayolimga keldi. Barcha jitellar hamma tashqariga yig'ilsin, janob mer, hammani tashqariga yig'ing. Palakat nimaga kirib ketdi? Hammani tashqariga yig'ing, janob mer. Hammaga meni gapim bor. Qani bo'la qoling desiz. Obunachilar, meni albatta sizlarga ham gapim bor. Xullas, haqiqatan ham tsunami boshlanish arafasida turgan ekan obunachilar. Tak что menda bitta dona juda ham zo'r g'oya bor, lekin undan oldin hamma narsamni yig'ishtirib olishim kerak. Essiz obunachilar, essiz. Mayli nima bo'lganda ham hozir bitta narsalarni yasab olay. O'tgan safar obunachilar bilib mana bunaqangi yog'och olib qolgan ekanman. Agar olmaganimda nima bo'lardi o'ylayapsizlarmi jigarlar? Balakat shunchaki tamom bo'lgan bo'lardim. Tak, mayli, ana endi kerakli narsalarni barchasini o'zim bilan birga olaman. Bu kerak bo'ladi, bu kerak bo'ladi, bu kerak bo'ladi. Qani meni yoqimli kompyuterim, sen ham kerak bo'lasan. Xo'sh, sandig'im, sen ham albatta kerak bo'lasan. Narsalarim tepada tursin obunachilar va pechkalarimni ham olaman. Okey, pechkalarimni ham oldim. Ana endi jigarlar, mana bu yerdan yer qazishni boshlayman. O'ylaymanki, janob mer hozir jitelarni barchasini yig'ib keladi. Oppa, mana jitellarning уже barchasi to'plandi. Yaxshi gap bo'lishi mumkin emas. Men bundan bag'oyatda xursandman. Xo'sh, mana bu janob mer, nimaga boshingizdagi tojingizni yechib yubordingiz? U yog'i bilan ishing bo'lmasin, xo'sh nima qilishimiz kerak? Ayt tez. Xo'sh, sizlarning qiladigan ishingiz shuki, qo'lingizdan kelgancha juda ham ko'p, men o'zim chaqirmagunimcha yer to'planglar. Qanaqa yer? Xuddi mana bunaqa, shunchaki chopasiz, loyni olasiz, bo'ldi tamom. Nima, loydan bunker qilmoqchimisan? Yo'q, loy degandan keyin to'plasada jitel, agar tirik qolishni xohlasangiz, unda menga ishoning. Loyni to'planglar va hammasi yaxshi bo'ladi. Mayli, senga ishondim. Xo'p,
voy obunachilar, hattoki bu ishim ish beradimi yo'qmi to'g'risi bilmadim, lekin tavakkal shunchaki qarab turgandan ko'ra yaxshilab ishlagan yaxshi. Mayli nima bo'lganda ham obunachilar bu yerdagilarni olmayman, chunki bu yerdagi loy hali beri kerak bo'ladi. Mana bu yerdagi loylardan terib olaman yaxshisi. Mana shunday jigarlar, ishonib beringlar, qo'limdan kelgancha ko'p olishim kerakki, maksimalni ko'p olmasam, obunachilar biz shunchaki tamom bo'lamiz. Chunki hozir nima qilmoqchisan sen obunachilar? Yaxshigina stalba quraman tepadan va tepadan esa jitilar bilan birga nima desam bo'ladi, bitta yer quraman va kichkinagina kulbacha quraman. Xullas, tepada bir necha kun yashab turamiz obunachilar. Maksimalni nima deydi? Yer o'z joyiga kelib, tsunami oqib, to mana shu daryo bilan singib ketmagunicha menimcha bularning barchasi bir hafta oladi. Chunki bugun tsunami bo'lsa, ertaga esa suv sekin-sekin tarqashni boshlaydi obunachilar. Adminlar ham keyin yerni to'g'rilashda yordam beradi va hokazo o'ylayapsizlarmi? Barchasi mana shunday davom etib ketaveradi. Lekin hammasi kundan kunga yoki yomonlashib boradi, yoki yaxshilashib qoladi, unisini bilmadim. Mana obunachilar, ko'rganingizdek qo'limda yerlar bor va bu yerlarni barchasini hozir ishlatib yuboraman va o'ylaymanki obunachilar bu yerlar yetmaydi. Jitilar ham уже taxlanib turibdi ekan, menimcha ular ham yerlarni to'plashdi. Ha, mana bu yerda ham yerlar bor. O'ylamang bitta lopatka artiga 400 takka yetdimi deb, yo'q, unaqa emas obunachilar. Bizda lopatkalar barchasi rossiyskiy, unaqa Xitoy emas. Tak что obunachilar, xullas mayli bo'pti, jitilarga tushuntiraman. Jitilar, xullas kalom biz hozir katta qilib stalba qurishimiz kerak. Nima stalba? Tsunami stalbani to'xtata olmaydi deb o'ylayapsanmi? Stalba siz o'ylagandaqa mana bunday stalba emas. Xo'sh, hozir ko'rsataman sizga qanaqa stalba bo'lishini. Xullas kalom, mana bunaqa semizlikdagi stalba bo'ladi. Shuning uchun men sizlarga iloji boricha qo'lingizdan kelgancha ko'proq yer quringlar dedim. Mana shunaqangi stalba quramiz va mana bu yerga bir uchini va bir uchini mana bu yerga qilamiz. Keyin esa hammasini birlashtiramiz. Xullas, obunachilar bilan birgalikda barchasini amallaymiz. Bo'linglar, yomg'ir ham boshlandi va bu yomg'ir yaxshi alomat emas. Tez-tez stalbani qursak, keyin esa hammasi chikki baba bo'ladi. Menga ishonaveringlar. Qarang aka, senga ishondim. Yaxshi, bo'lmasam stalbani qurishda davom etdik obunachilar. O'ylaymanki stalbani balandligi mana shu bulutday bo'lsa bo'ladi. Tak. Sizlarga bulutni ko'rsatmadim. Mana shu bulutday. Obunachilar o'ylayapsizlarmi? Jitilar boshlaysizlarmi? Ha, hozir yerlarni bo'lishib olaylik. Yaxshi bo'lmasam men ishni boshlab yubordim. Yaxshi. Tak. Obunachilar, mana shunday davom etamiz. Yaxshi disiplina bilan qilish kerak barchasini. Tak. Xo'sh. Obunachilar, tepasiga yetib olsam, undan keyingi tepasiga obunachilar stalbani birlashtiraman. Plakat, endi nima bo'ladi? Endi shunchaki barcha jitilar jim tursin. Hozir menda bitta fikr bor, to'xtab turinglarchi. Xo'sh. Mana shunday shoshmasdan. Shoshsam agar nimadir bo'lishi aniq, lekin agar shoshmasam hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'ylaymanki hammasi yaxshi bo'ladi. Ha, ishonaver, barchasi juda ham zo'r bo'ladi. Aytgancha men biroz bedvars o'ynaganman va hammadan tezroq qura olaman. Nahotki ehtiyot bo'lsak bo'larmidi? Yo'q, xavotir olmanglar jitilar, hammasini o'zim his qilib tashlayman. Sizlar prosta yerni asrab turinglar, chunki tepadan xona qilib boshimizga boshpana qilmasak bo'lmaydi. To'g'rimi jitil? O'ylaymanki to'g'ri. Ha, mayli bo'pti jitilar, hozir tutashtiraman. U yog'i esa menimcha sizlarning ishingiz. Tak. Mana shunday yaxshi. Balakat. Obunachilar, qo'rqib ketdim. Agar bu yerdan yiqilsam bormi-ya? Voy, balandligini obunachilar. Buni balandligini qaranglar prosta. Yo'q, birsida pastga qaramasdan ishni qilsak bo'larmidi? Ha, xavotir olmanglar, уже bizda ajoyib area bo'lishni paydo bo'lishni boshladi. Uy, balakat obunachilar. Bitta nito harakat, men ketdim. Malajitilar, yerim boricha ishlayman. Agar yerim tugab qolsa, unda menga berib turishingizga to'g'ri keladi. O'ylaymanki hamma narsa bizga yetadi. Aytgancha, hammangiz narsalaringizni olib olganmidingiz? Ha, olib olgan bo'lsangiz yaxshi, men xursandman. Agar olmagan bo'lsangiz, unda tamomidek o'ylanglar, ishoninglar уже. Malaka hamma narsani oldim. Pechka deysizlarmi, boshqa deysizlarmi? Balakat inventarim og'ir, kelinglar, shu narsalarni obunachilar joylashtirib qo'yamiz. Xo'p, buni bu yerga qo'yamiz. Yaxshi. Mana shunday joylashtiramiz, bo'ldi. Hamma sekin narsasini joylashtirsa bo'larmidi? Burchakda g'alati yuz bilan qarab turguncha. Hozir
Obunachilar zo'rg'a deganda mana bunaqangi ajoyib eriyani qurishga muvaffaq bo'ldim. Yaxshi, uy bolaga naryoqdan menimcha sunami kelayotganga o'xshayapti. Uje yerni g'alati bir qimirlashini eshityapman. Yaxshi jigarlar. Bo'lmasam kimda yer bo'lsa, mana shu yerdan kichkinagina boshpana qurishni boshlasan. Mayli, obunachilar sizlar bilan qisqa vaqt ichida men umidku bo'lgandim. Bu sunamidan keyin nima bo'lishini to'g'risi bilmadim. Nimadir bo'lsa albatta kelgusi videolarda sizlarga tushuntirib o'taman. Barchaga har kungi videolarda ko'rishguncha barakati qaltirib ketyapman to'g'risi.